Biz Nazo bilan Nargiza opamni massajning sentrlariga keldik. Biz уже massaj olib chiqib bo'lganmiz. Sochlar mamitlari yaltirab yotganidan bilsanglar bo'ladi. Shunaqa mazza qildim. Biz 2 kun, bugun уже 2-kun. Mana Nazo bilan kelyapmiz. Уже Nazo lechebniy massaj olyapti. Orqasiga mana уже bintlar o'rab tortib qo'yishgan massajdan keyin. Так что sizlarga ham shunaqa lechebniy massajlar kerak bo'lsa yoki farzandinglar, biz kelganimiz ayollar markazi. Bu yerda faqat ayollar uchun massaj, har xil narsalar bor. Atak farzandinglar uchun ham bemalol massajga yozilsanglar bo'ladi. Endi bizga uyga shunaqa qilib yana bizda 8 kun bor. 10 kun qatnaymiz общий. Mana mazza joylariga gap bo'lish mumkin emas. Umuman erkak kishi yo'q bu yerda. Bemalol kelib mazza qilib massajlarni olib